Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bu ko'rib turgan obyektlar Sirdaryo viloyati Guliston tumanida joylashgan bo'lib, Kitajli xonadonimiz tom qismini konteyner profildan foydalanib yopib beryapmiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Barcha mahsulotlar, temir mahsulotlari, elektrod, usta puli, yo'l haqqi barchasi o'zimizdan. Ko'rib turgan obyektlar to'rali tomoni konvert bo'lib, oldi kaziroylari bilan chiroyli holatda yopib berilyapti. Inshaalloh biz kuzatib borishda davom eting. Qolgan videolarni ham qo'yib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Maslahatlarimiz bepul inshaalloh, bemalol tortinmasdan telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.